Bugungi mavzuyimizda epispodiya kasalligini diagnostikasi va davolash usullari haqida gaplashamiz. Birinchisi bu obyektiv baholash. O'g'il bolalarda asosan jinsiy holatni kattaligi, to'qimalarini rivojlanganligi bu muhim hisoblanadi. Agar kichik holat bo'ladigan bo'lsa, buni albatta gormonal stimulyatsiya qilib, keyin operativ muolaja qilish kerak bo'ladi. Endi instrumental tekshiruvlardan birinchisi bu reduksion sistoretrografiya. Bu kasallikda qo'shimcha patologik holatlar ham kuzatiladi. Nimagaki, siydik ushlash mexanizmi rivojlanmagandan keyin qo'riqni hajmi ham kamayadi. Qo'riqni hajmi kamaygandan keyin bu yerda qo'riq siydik-nay refluksi ham kuzatiladi. Shuni baholash maqsadida sistoretrogramma amalga oshiriladi. Nimagaki ko'p holatlarda qo'riq siydik-nay refluksi buyraklarni o'sha chandiqlanish jarayonini paydo qilib qo'ygan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu patologiyada qanday operativ muolajalar amalga oshirish haqida gaplashamiz. Bu odatda qiz bolalarda bir bosqichda amalga oshiriladi. Ushlash natijalari qiz bolalarda yuqori hisoblanadi. O'g'il bolalarda ham bir bosqichda amalga oshiriladi. Faqatgina penopubik shaklida bir bosqichda amalga oshirilganda o'tda qo'riqni bo'yni ham tiklanish lozim bo'ladi. Bu tiklanishni natijasiga qarab turib yetarli darajada siydik ushlash kuzatilsa, unda faqat kuzatuv ostida yuradi, maxsus preparatlarini ichib. Undan keyin ham siydik tutish mexanizmi to'liq ishlamasa, unda keyingi etap operativ muolajalariga o'tish tavsiya qilinadi.